Mana dadamdan o'ldi. Yaqinda Ro'zapadan u joylar jannati bo'lsa juda ham samimiy odam. Do'stlar, hozirda shunaqangi zo'r voqea bo'ldi. Muhammad Ali tog'asi bilan gaplashdida, telefonda oldimda o'tirib ancha gaplashdi. Endi shunaqa sog'inganini ko'ziga yosh kelgandan bildimda, bu aytayapti, tog'a deyapti, o'zi asli menga hozir otamdan keyingi odam deyapti-da, men eshitib badanim bijillab ketdi. Bizlar deganda hamma emas, ayrim qo'sh tirnoq ichida, lekin ular to'shna ko'p. Tog'alari, amakilariga sal e'tibor qaratmaydi-da. Shu sal tog'a amakilarni ko'rganda pul qistirib qo'yish kerak odam. Qara. Mana masalan deb mana shu videodan Xo'ja aka bilan ko'rganman-da. Mana shu Mana videodan. tog'asi bilan. Bu mana Radnoy akam, bu tog'am o'rtog'im. Tog'am mana shu. Mana shu tog'amda eng muhimdan bilasanmi? Men oldimdan dadamdan so'ramayman, faqat tog'amdan so'rayman. Tog'am bugun maktabimda shunaqa bayram bo'lgandan pul ber menga deyman. Mana dadamdan o'ldi. Yaqinda Ro'zapadan u joylar jannati bo'lsa juda ham samimiy odam. Men onamdan bitta narsa qildim bir ko'p kunda, masalan bir kun emas. Prosta qilaman, men gapirmayman. Onamdan dedim, "Mana yo tog'amdan deb pul jo'natan qildim." Onam rosa xursand bo'lib o'tirar. "Malades, Ali tog'asi pul berdingizmi?" deyapti. Mana yo, keyin ona har oydan o'zim pul beraman deb nima qilishim kerak? Mana juda ham xursandchilik-da u onasi. Tog'asi pul bergan. Shunga, конечно, jigarida onangda. Chunki bitta narsa bor. Dadasi yo'q, tog'a bor. Kimda tog'asi bor, qadriga yetinglar. Bu videolarni hamma jiyanlari tog'alar jo'natib qo'yaylik. Shu orada yana bitta o'zim qatori bolalar 30 yoshdan oshgan bolalar uchun bitta yaxshi maslahat beraman. Tog'a amakilarni ko'rganlaringda qancha pul qistiraveringlar, o'ylanmasdan keyin buni jiyanlaringdan chiqarib olasizlar. Bu yoqqa majbursan berishga deysizlar. Akalaringni o'g'li, opchalaringni o'g'lidan olinglarda, tog'alaring, amakilaringga bersalaring, o'shanda ana u jiyanlarga hech narsa bilinmaydi. Eng muhim, любой erkakdan ertaga indinga tog'a xohlaydi. Tog'a bo'lmoqchidi. Bu videodan kimdir jo'natib qo'yamiz, bilasalarmi?